nima pishirsam ekan deb o'ylanib o'tirganda Instagramda bitta qora pirogni ko'rib qoldim va tayyorlashga kirishdim. Sizlarga oson bo'lishi uchun kosa va pilalarda o'lchab ko'rsatdim. 1 kosa un, 1 piyola shakar, 1 piyola elangan kakao, 1 choy qoshiq chayni soda va 1 choy qoshiq tuz. Hammasini yaxshilab aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Endi suyuq massalani aralashtirib olamiz. 4 ta tuxum, 1 kosa sut, 1 piyola o'simlik yog'ini aralashtirib, quruq massaga solib, bir xil massa bo'lguncha yana aralashtirib olamiz. Ustidan qaynoqqina 1 kosa suvni qo'shib, yana aralashtiramiz. Ustiga 1 choy qoshiq uksus qo'shib, yana aralashtiramiz. Qarasam, xamirim juda ham suyuq bo'lib qoldi. Bu pishmaydi-ku dedim-da, yana 1 kosa elangan un sovordim. Mana bu boshqa gap, bu zo'r pishadi dedim-da. Kichkina qolpim bo'lmagani uchun katta qolipda pishirib oldim. Sizlar kichikroq qolipga solsanglar baland bo'lib ishi chiqadi. 180 gradus qizigan duxovkada 40 minut pishirib oldim. Pishgan ko'rjimni to'rga bo'lib, orasiga kremni surdim. Mana natijasi. Judda ham mayin, yumshoqqina bo'ldi.